Yaqindagina asfalt qilindi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay asfaltda xuddi mana shunga o'xshash katta chuqurlar paydo bo'la boshladi. Open byudjetda ikkinchi mavsumida mana shu yo'lni yutib olganmiz. Mana shu yo'lni mana bugungi ahvoli mana qurilish tashkiloti qurib berib ketgandan keyin oradan mana bir oy ham vaqt o'tmadi. Mo'ralib ketyapti, asfalt ustida birikmayapti bir-biriga. Suv kelgan paytda ustidagi mayin pisok oqib ketyapti, shag'al chiqib qolyapti. Biz hech bunaqa oldingi mavsumda ham yutganmiz, hech bunaqa e'tiroz bo'lmagan bizda. Biz o'sha quruvchiga ishonganmiz, boshqa qilganmiz, lekin mana bunaqa holat bo'lib qolyapti. Mana yangi qilingan asfalt ahvoli qo'l bilan bemalol uvadalanib ketar mana. Bo'shalib ketadi. Ko'rishinglar mumkin. Bu asfalt emas-da bu. Asfaltga ham o'xshamaydi. Bu endi bahorga chiqqancha qanaqa holatga keladi? Asfalt ahvoli mana. Asfalt mana shunaqa bo'ladi. Qo'l bilan hech zamonda asfalt bo'lanib ketarmi? Asfaltimiz ancha sifatsiz qilingan. Hamma tomonlari ko'chirilib ketyapti. Biz open byudjet tutishga juda qiynalganmiz. Hademay mana oldimizga qish fasli turibdi. Yerda yog'in sochillar ko'p bo'lsa, yerlar muzlasa, undan ham battar bo'lishi mumkin. Aholining ushbu shikoyati yuzasidan biz dastlab Kitob tumani hokimi o'rinbosaridan rasmiy izoh oldik. Bu yerda qurilish tashkiloti tomonidan qilingan asfalt ishlari hali nihoyasiga yetkazilmagan. Aholi e'tiroziga sabab bo'lgan sifatsiz ishlar joyida ko'rildi. Hozirda sifatsiz ishlarni tuman hokimligi qabul qila olmaydi masalan. Yo'lni asfalt qilgan qurilish firmasi hozirda holat yuzasidan laboratoriya tekshiruvlari ketayotganligini ma'lum qildi. Laboratoriya xulosasi kelib chiqqandan keyin biz asfaltni o'sha tarkibida agar e'tiroz bildirsa, tarkibidagiga nisbatan biz qayta qilishga tayyormiz asfaltni. O'ylaymizki, tez orada aholining bu muammosi ijobiy yechim topadi. Biz esa doimgidek ushbu masalani o'z nazoratimizga olib, mavzuga yana qaytamiz.